sun'iy intellekt ishni olib qo'yadimi yoki yo'qmi? Bu savolni berishdan oldin biz qay darajada o'zi tayyormiz degan savolni berish kerak bo'lyapti. Tasavvur qiling, OpenAI'ni ixtiyoriy modelini oling, ChatGPT yoki mesela Google'da Gemini'ni oling, yoki mesela Claude, o'sha Anthropic'ni Claude modellarini oling. Farqi yo'q umuman. Aytmoqchi bo'lgan narsam bu aql edi. Va bular insondan aqliy mehnatni olyapti. Ya'ni tasavvur qiling, mana misol uchun Claude'ni bitta modeli bilan Claude Design chiqardi, yaqindagi xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu bilan dizaynerlarning ishi tugadi. Ochiqchasiga tugadi, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni AI bilan ishlamaydigan dizaynerlarning ishi tugadi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsam. Bu aqliy mehnatlar edi. Hisobchining ishi yoki bo'lmasa shunga o'xshagan narsalar. Jismoniy ishni robot qilardi. Men kantonga bordim, kantonda ko'ryapman. Birinchi ko'ryapti turgan o'sha Vistvkadagi birinchi pavilyonda free pishiryapti. Ikkinchi pavilyonda robot kofe qilyapti. Umumiy общий liniya faqat avtomat boshqaradi, kofe qilyapti. Uchinchi liniyada o't o'raydigan mashina o'zi ko'rib, ya'ni tasavvur qilyapsizmi, jismoniy mehnat, takrorlanuvchi jismoniy mehnatlarda ilgari biz robotlar, ya'ni miyadan sun'iy intellektni o'zi biz bilgan modellardan 5 yil orqada deb o'ylagan bo'lsak, hozir ular juda ham yaqin kelib, mana shu farq taxminan 6 oyga qisqarib qoldi. Olib qo'yadimi desa, ha, gap savol olib qo'yadimi, olib qo'ymaydimi deganda emas. Savol qachon olib qo'yadi, qancha vaqtimiz bor. Shuning uchun sun'iy intellektni o'rganish kerak degan narsalar, gaplar ilgari surilyapti.